هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Tevbe tefsiri 65. ayetini başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktinlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tevbe suresi 65. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen ulanın meskir kılganlıkını sorusan, ula biz rastın emas, fakat içpışkı kılıp oynayışıp dep koyduk deydi. Bu münafıklığa sizler Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini, yani kitabını ve Allah'ın peygamberini meskir kıldınlar mı digin. Sizler yalgan qasam içip özrü eytmanglar. Sizler iman etkininglardan keyin peygamberni meskir qilish bilan kafir bo'ldinglar. Sizlerden bir guruhni rast tavba qilganliklari uchun afu qilsak, yana bir guruhni gunohkor bo'lganliklari, ya'ni munofiq bilan gunohni davomlashtirganligi uchun munofiqlik bilan gunohini davomlashtirganligi uchun jazolaymiz. Hiyla mekr ishiltish va yolg'on o'zri tilashning munofiqlarning alomatlaridan ekanlik. Abdullah ibn Umar mundaq deydi: Tabut g'azotida bir odam bir so'rinda bizning ana shu qori Qur'onlarimizga o'xshash qo'saqqa amroq yolg'on so'zlaydigan jang maydonida qo'rqinchoqlik qiladigan odamlarni ko'rmadim dedi. Abdullah ibn Umar mundaq deydi: Tabuk g'azotida bir odam bir so'rinda bizning ana shu qori Qur'onlarimizga o'xshash qo'saqqa amroq yolg'on so'zlaydigan jang maydonida qo'rqinchoqlik qiladigan odamlarni ko'rmadim dedi. Masjidda turgan bir odam: yolg'on aytding, sen haqiqatan munofiq ekansan, sening bu so'zingni payg'ambar alayhissalomga cho'qim yetkazaman dedi. Bu ahvol payg'ambar alayhissalomga yetib bordi. Bu vaqtda Qur'oni Karimda oyat nozil bo'ldi. Abdullah ibn Umar mundaq deydi: men u munofiqning payg'ambar alayhissalomning to'ygisining bel tasmasiga esilib olganligini, toshlarga putlashib putlarining jarohatlanganligini, uning ey Allohning payg'ambari, biz bu so'zni rost emas, faqat chaqchaq qilib o'ynashib deb qo'ygan edik deganligini, payg'ambar alayhissalomning sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini, ya'ni kitobini va Allohning payg'ambarini masxir qildinglarmi deganligini ko'rdim. Ibn Ishoq mundaq deydi: munofiqlardan bir guruh kishilar bor bo'lib, ularning ichida Umayya ibn Zayd jamoatidagilarning qarindishi Vadi'a ibn Sabit, Banu Salima qabilasining ittifoqdoshi Ashja qabilasidan Muhashshan ibn Humayr qatorliq odamlar bor edi. Payg'ambar alayhissalom Tabuk g'azotiga manganda ularni uning bilan bilmangdi. Yo'lda ketib etib, ularning ba'zilariga Banu Asfar qabilasini yurtidan haydab chiqarishni arablarning bir-biri bilan urushishiga o'xshash oson deb o'ylamsizlar? Alloh taolaning nomi bilan qasamki, pot yaqinda sizlarni arg'amchilar bilan bog'langan holatda ko'ramiz deyishdi. Ularning bu so'zlari mu'minlarni qo'rqitish ve vahimaga selish uchun edi.
Muhashshan ibn Humayr Allah'ın namı bilen qasam ki men sizlarning har biringlarni 100 qamchidan urishni umid qilaman. Sizlarning bu so'zinglar uchun bizning haqqimizda Qur'on nozil bo'lsa, biz yengilib qolamiz dedi. Sizlarning bu so'zinglar uchun bizning haqqimizda Qur'on nozil bo'lsa, biz yengilib qolamiz dedi. Payg'ambar alayhisalom Ammar ibn Yasirga sen berib u odamlarni topqin. Ular haqiqatan kuyib ketdi. Ulardan aytgan so'zlarini so'rab baqqan. Agar ular uni e'tirof qilmasa, undaq emas. Sizlarmu mundaq so'zlarni qildinglar degin dedi. Ammar ularning qishig'i berib Payg'ambar alayhisalomning aytganlarini dedi. Shuning bilan ular Payg'ambar alayhisalomning qishig'iga uzr tilab keldi. Şu çağda Peygamber aleyhisselam tövgüsünün üstüde idi. Vedi'e İbn Sabit tövgünün bel tasmasına esilip durup, ey Allah'ın peygamberi, biz rast demez fakat çakçak kılıp oyun dep koyduk dedi. Muhashshan İbn Humayr, ey Allah'ın peygamberi, men ismimni ve atamның ismini yutkib etay, meni kechirgin dedi. Bu ayette apu qilinganlar ichida Muhashshan ibn Humayr bor idi. U ismini Abdurrahmonga yutkib etdi va Alloh taoladan o'zining kishilar tarafidan bilinmaydigan bir joyda shahid holatda o'lishini tiladi. Keyin u Yamama urushida shahid bo'ldi. Uning jasadining izdariki bo'lmadi. Sizlar yolg'on qasam ichib o'zra aytmanglar. Sizlar iymon etganinglardan keyin payg'ambarni masxara qilish bilan kofir bo'ldinglar. Sizlardan bir guruhni rost tavba qilganliklari uchun afu qilsak, yana sizlarning hammanglarni afu qilmaymiz. Ya'ni sizlarning hammanglarni afu qilmaymiz. Sizlarning biringlar cho'qim jazolanish kerak. Yana bir guruhni günahkar bo'lganliklari, ya'ni munofiqlik bilan gunohni davomlashtirganliklari uchun jazolaymiz. Munofiq erlar bilan munofiq ayollar munofiqlikda va iymondan yiroq bo'lishda bir-biriga o'xshaydi. Ular yomonlikqa buyuriydi, yaxshilikdan to'sidi. Ular qo'llarini yumib oladi. Ya'ni bexillik qilib sadaqa bermaydi. Ular Allohni unutdi. Ya'ni Allohning toatini tark etdi. Allohmu ularni unutdi. Ya'ni Alloh ularni o'zining fazlidan va rahmatidan mahrum qildi. Shubhisizki munofiqlar fosiqlardir. Alloh munofiq erlarga, munofiq ayollar va kuffarlarga do'zaxni va'da qildi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Do'zax ularni azoblashga yetarlikdir. Alloh ularga la'nat qildi. Ular mangulik azobga duchor bo'ladi. Munofiqlarning ba'zi sifatlari. Alloh taolo bu oyatda munofiqlarning qilmishlariga raddiya berib, ularning sifatlarining mu'minlarning sifatlarining dal aksicha ekanligini bayon qildi. Mu'minlar yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sgan bir vaqtda ayni shu munofiqlar yomonlikqa buyuriydi, yaxshilikdan to'sidi. Ular qo'llarini yumib oladi, ya'ni bexillik qilib sadaqa bermaydi. Ya'ni pul melini Alloh yo'lida sarf qilmaydi. Ular Allohni unutdi, ya'ni Allohning toatini tark etdi. Allohmu ularni unutdi. Ya'ni Allah ularni o'zining fazlidan va rahmatidan mahrum qildi. Ya'ni ular Alloh taolani aslashni unutib qolganliklari uchun Alloh taolamu ularni unutib qolgandek muomalani qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ularga deyildi: sizlarning mush kundagi muloqotni unutganliklaringizga o'xshash bugun sizlarni unutamiz. Ya'ni
sizlarni azobga tashlab qo'yib, unutib qolgandek muomala qilamiz. Shubhisizki munofiqlar fosiqlardir. Ya'ni ular haq yo'ldan chiqib, gumroh yo'lga kirib qolguvchilardir. Allah munofiq erlarga, munofiq ayollar va kuffarlarga ularning bu qabih ishlari uchun do'zaxni va'da qildi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ya'ni munofiqlar va kofirlar do'zaxda mangu qoladi. Do'zax ularni azoblashga yetarlikdir. Allah ularga la'nat qildi. Ya'ni Allah ularni rahmatidan yiroq qildi. Ular mangulik azobga duchor bo'ladi. Ey munofiqlar, sizlarning holinglar sizlardan burun o'tgan halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ular kuch-quvvatda sizlardan kuchlik, mol-mulki va avlodi sizlarninkiga qaraganda ko'p edi. Sizlardan burun o'tganlar dunyoning lazzatlari jihatdagi nisivisidan bahramand bo'lgandek, sizlarmu dunyoning lazzatlari jihatdagi nisivanglardan bahramand bo'ldinglar. Ular batılga çümgendek, sizlarmu batılga çümdinglar. Ani shularning yaxshi amallari dunyo va oxiratda e'tiborsizdir. Ani shular ziyon tortquchilardir. Allah Taala mundaq deydi: ularga dunyoda ulardan ilgari o'tganlarga yetgan Allah Taalaning azobi yetdi ve oxiratdami ularga yetgan azob yetdi. Sizlardan burun o'tgan halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ular kuch-quvvatda sizlardan kuchlik, mol-mulk va avlodi sizlarninkiga qaraganda ko'p edi. Sizlardan burun o'tganlar dunyoning lazzatlari jihatdagi nisivisidan bahramand bo'lgandek, sizlarmu dunyoning lazzatlari jihatdagi nisivanglardan bahramand bo'linglar. Hasan Basri bu oyatni sizlardan ilgirkilar o'z dinidan bahramand bo'lgandek, sizlarmu o'z dininglardan bahramand bo'linglar deb tafsir qilgan. Ular batılga cho'mgandek, sizlarmu batılga cho'minglar. Ular batılga cho'mgandek, sizlarmu batılga cho'mdinglar. Ana shularning yaxshi amallari dunyo va oxiratda e'tiborsizdir. Ya'ni ularning butun amallari bekor qilinib, onunğa savob berilmaydi. Ana shular ziyon tortquchilardir. Chunki ular amallari uchun hech savobga erisholmaydi. İbn Abbas radiyallohu anhuma mundaq deydi: bugungilarning ishi o'tgangilarning ishiga nima degan o'xshaydi, ha? Ey munofiqlar, sizlarning holinglar sizlardan burun o'tgan halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ilgari o'tgan ana shular Isroil avlodidir. Allah bizni ularga o'xshatdi. Men Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini bilaman. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlar Yahudilarga albatta ergishib ketsizlar. Hatta ulardan biri kilerning kameraga kirib ketsa, sizlarmi uningga ergishib shu kameraga kirib ketsizlar. La ilaha illalloh. Abu Hurayra radiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlardan burun o'tganlarning yo'llariga albatta g'irish, gaz, g'ulash ergishib ketsizlar. Hatta ular kilerning kameraga kirib ketsimi, sizlar ularning orqasidan shu kameraga kirib ketsizlar. Sahobalar: ey Allohning payg'ambari, ular kimlar? Ahli kitobmi? dedi. Payg'ambar alayhissalom: ular bo'lmay kim bo'ladi? dedi. Ulardan burun o'tganlarning Nuh, Ad ve Samud qavmlarining, İbrahim qavmining, Madyan aholisinin
kömtürüp etilgan qishloqlarning, ya'ni Lut alayhissalomning qavmi qishloqlarining xabarlari kelmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizalar ilib keldi. Bu mo'jizalarni ular inkor qildi. Allah ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular kafir bo'lish va gunoh qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. Munofiqlarni ilgari o'tganlardan ibrat elishga undash to'g'risida. Allah Taala payg'ambarlarni inkor qilgan ana shu munofiqlarga va'z nasihat qilib mundaq deydi. Ulardan burun o'tganlarning Nuh, Ad ve Samud kavimlerining, İbrahim kavmining, Madyan aholisining, kömtürüp etilgan qishloqlarning, ya'ni Lut alayhissalom qavmi qishloqlarining xabarlari kelmadimi? Ya'ni sizlardan burun o'tgan ummatlarning xabari yetkazilmadimi? Allah bendisi ve peygamberi Nuh aleyhisselam'a iman etkanlardan başka yeryüzündeki bütün insanlarını suğa g'arq qilib, umum yüzlük halak kıldı. Ad kavmi özlerinin peygamberi Hud aleyhisselam'ını yalğançıga çıkarganlık için şiddet kara boran bilen halak kılındı. Samud kavmi Salih aleyhisselam'ını inkar kılıp, mo'jiz qilib berilgan to'ygini o'ltirganligi uchun qattiq ovoz bilan halok qilindi. Allah İbrahim alayhissalomning qavmiga qarshi uningga yordam berib, uni ro'shan mo'jizalar bilan kuchlantirib, qavmining podshohi la'nati Namrud ibn Ken'anni halok qildi. Shuayb alayhissalomning qavmi Medyen ahalisi qattiq ovoz ve sahi kunning azabı bilen halak kılındı. Kömtürüp etilgan qishloqlar Lut alayhissalomning qavmi bo'lib, ular Madainda o'ltiraqlashgan edi. Allah Taala yana bir oyatda mundaq degan: Lut qavmining shaharlarini dum kömtürüp etdi. Uni dahshatli toshlar qaplab oldi. Ba'zi tafsirshunoslar ular Sadum degan joyda o'ltiraqlashgan deb qaraydi. Maqsad Alloh taolo ularning hammasini ular o'zining payg'ambari Lut alayhissalomni inkor qilganligi, ulardan ilgari ahli jahondan hech kim qilib boqmagan qabih ish, bedjivozlikni qilganligi uchun halok qildi. Ularga payg'ambarlari mo'jizalar ilib keldi. Ya'ni payg'ambarlar ularga keskin dalil paketlarni ko'rsatdi. Allah ularga zulm qilgani yo'q. Ya'ni Allah ularga payg'ambarlar avatib keskin dalil paketlarni ko'rsatganligi va bilmabdimiz deyishining oldini olganligi uchun ularni halok qilish bilan ularga zulm qilgani yo'q. Lekin ular kafir bo'lish va gunoh qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ya'ni ular payg'ambarlarni inkor qilganligi va uningga qarshi chiqqanligi uchun ana shundoq azobga va halokatga duchor bo'ldi. Mu'min erlar, mu'min ayollar bir-biri bilan do'stdir. Ular kishilarni yaxshi ishlarni qilishga buyuradi. Yomon ishlardan to'sidi. Namozni to'liq ado qiladi. Zakat beradi. Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qiladi. Ayni shularga Alloh rahim qiladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Mu'minlarning madhilanishga tegishli sifatlari. Allah Taala munofiqlarning ayblanishiga tegishli sifatlarini bayon qilgandan keyin uning oqisida Allah mu'minlarning madhilanishga tegishli sifatlarini bayon qilib mundaq deydi: Mu'min erlar, mu'min ayollar bilan bir-biri bilan do'stdir.
Ya'ni ular bir-biriga yordam beradi, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Imom Buxoriy payg'ambar alayhisalomning bu haqda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mu'minning bir-biriga yordam berishi xuddi bir-birini ching tutib turgan binoning tomlariga o'xshaydi. Payg'ambar alayhisalom bu misolni qo'lining barmoqlarini bir-biriga giralashtirib turib ko'rsatdi. Ya Allah. Imom Buxoriy yana payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mu'minlar bir-birini do'st tutish va bir-biriga mehr shafqat qilishda xuddi bir tanning misoliga o'xshaydi. Agar u tanning biror a'zosi og'risa, tanning qolgan a'zolari shu og'riqning ta'siri bo'lib, u odam qizib uyqusiraydi. Ular kishilarni yaxshi ishlarni qilishga buyuradi, yomon ishlardan to'sidi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: sizlarning oranglarda xayrli ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni man'iy qiladigan bir jamoat bo'lsin. Namozni to'liq ado qiladi, zakot beradi. Ya'ni ular namoz o'qish orqali Alloh taologa itoat qiladi. Zakot berish orqali Alloh taoloning bandalariga yaxshilik qildi. Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qiladi. Ya'ni Allah buyurgan ishni qiladi, Allah to'sgan ishdan yanidi. Ana shularga Alloh rahim qiladi. Ya'ni bu sifatlar bilan sifatlanganlarga Alloh marhamat qiladi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Ya'ni Alloh taologa itoat qilgan kishini Alloh g'albasiga ega qiladi. Chunki g'alba Alloh taologa, uning payg'ambariga va mu'minlarga mansubdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Ayni shu mu'minlarga bu sifatlarni xos qilishda hikmat bilan ish qiluvchidir. Chunki Alloh qilgan barliq ishlarini hikmat bilan qiluvchidir. Alloh buyukdir va yuksakdir. Allah mu'min erlar va mu'min ayollarga ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarni va'da qildi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Hamish turadigan jannatlarda go'zal joylarni va'da qildi. Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Bu cho'ng baxtdir. Mu'minlarga mangulik noz ne'mat bilan xo'sh xabar berilganligi. Allah Teala mu'min erlar va mu'min ayollarga ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarda esil va mangulik noz ne'matlarni tayyorlaganligini xabar qiladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Hamish turadigan jannatlarda go'zal joylarni va'da qildi. Ya'ni chiroyli binolarni va ko'rkam turalg'u joylarni va'da qildi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ariydan Payg'ambar alayhisalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qochquchilari va uningdan boshqa barliq narsalari oltindan bo'lgan ikki jannat bor. Qochquchilari va uningdan boshqa narsalari kumushdan bo'lgan ikki jannat bor. Jannat ahlining hamisha turadigan jannatda Rabbini ko'rishi uchun ularning orasini faqat Alloh taolaning zotini o'rab turadigan ulug'liq pardasilar to'sab turdi. Ya'ni yana Imom Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ariydan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubhisizki jannatda har bir mu'minga bir tal kavak marvoyitdan bo'lgan egizligi 60 gaz keladigan bir chidir berildi. O chidirda o mu'minning ayollari turdi. U ularni ziyorat qilib turdi. O ayollar bir-birini ko'rmaydi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayradan rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar alayhisalom kim Alloh taologa va uning payg'ambariga iymon etsa, namozini ado qilsa, Ramazonning ro'zasini tutsa, u Alloh yo'lida hijrat qilsin yoki o'zining tug'ilgan yurtidan chiqmay
o'ltirsin, shak shubhisizki Alloh taolaning uni jannat kirgizishi haqliqdir dedi. Sahobalar, ey Allohning payg'ambari, biz buni kishilarga xabar qilmaylimi dedi. Payg'ambar alayhisalom, jannatda haqiqatan 100 daraja bor. Allah yo'lida jihad qiluvchilarga u darajalarni tayyorladi. U jannatlarni tayyorladi. Allah yo'lida jihad qiluvchilarga u jannatlarni tayyorladi. Her iki jannatning oraliqida osmon bilan zaminning oraliqidek farq bor. Agar Alloh taoladan jannat so'rasanglar, Firdavs degan jannatni so'ranglar. U eng ustidagi va eng o'ttirsidagi jannatdir. Uningdan jannatning eriq o'stanlari iqib chiqadi. Uning ustida mehribon Alloh taolaning arshi bordir dedi. İmam Ahmed Abu Hurayradan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhisalom, agar sizlar menga durud aytsanglar, Alloh taoladan menga vasilani so'ranglar dedi. Sahobalar, ey Allohning payg'ambari, vasila degan nima dedi. Payg'ambar alayhisalom, vasila jannatdagi eng oliy darajadir. Uningga faqat birli odam erishadi. Men shu odam bo'lishimni umid qilaman dedi. İmam Ahmed Abu Musladin Abu Hurayra radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz, ey Allohning payg'ambari, bizga jannat va jannatning binolarining nimidan bo'ladiganligi haqida so'zlab bergin dedik. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi. Jannatning tomlarining bir keski oltin bo'lsa, yana bir keski kumushdan, suvaqlari ipar, toshları marvoyit bilan yaqut, topsi zafarondan bo'ladi. Kim jannatga kirsa, nozik ne'matlardan bahramand bo'ladi. Jafo chekmaydi, mangu o'lmaydi, qarimaydi va kiyimlari ko'nirmaydi. Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Bu vaqtda Imom Malik Abu Sa'id Xudri radiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki g'olib va buyuk Alloh jannat ahliga nido qilib, ey jannat ahli deydi. Ular, Rabbimiz, nidoyingni angladik. Biz buyruqingga tayyormiz. Yaxshilikning hammasi sening qo'lingdadir deydi. Allah, erishgan ne'matlarga rozi bo'ldinglarmi deydi. Ular, ey Rabbimiz, bizning rozi bo'lmaslikka nima haddimiz? Sen bizga haqiqatan bandilaringning hech kimga bermagan narsani berding deydi. Allah, sizlarga uningdanmi yaxshi narsani beraymi deydi. Ular, Rabbimiz, qaysi narsa uningdan yaxshidir deydi. Allah, men sizlarga roziligimni halol qildim. Buningdan keyin sizlarga hargiz ochiqlanmayman. Allah. Men sizlarga roziligimni halol qildim. Buningdan keyin sizlarga hargiz ochiqlanmayman deydi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Tavba surasining tafsiridan 72. oyatgacha angladinglar. Oxirini kelar qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.